bugun biz gulchilikni rivojlantirish, ishsiz xotin-qizlarning bandligini ta'minlash va rivojlantirish bo'yicha gulchilikni Marjon momo xonadonidamiz. Bunda biz o'zimizga 2024-yil dekabr oyida Ambar knigani shakllantirganmiz. Bunga o'zimiz rejalarimizni, maqsadlarimizni kirgizib qo'yganmiz. Shunga ishsiz ayol qizlarni bandligi bo'yicha mana shu yerga bugun seminar tashkil qilganmiz. Bunda ayollarimiz o'zlariga kerakli maslahatlar, gullarni qanday yetishtirish bo'yicha taassurotlarini bo'lishyapti, bir-birimiz bilan bo'lishyapmiz. Men Toshkent mahallasidan Nargul momo xonadoniga keldik. Gulchilik bo'yicha o'quv seminari o'tkazilib turgan ekan. Yoshlarni tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun, yosh ayol qizlarimizni faol qatnashish uchun shu o'zimizni tajribamizni ko'rajakmiz. Shu gulchilik bilan ixlosimizni uyg'onib, bizlar ham shu gulchilik bilan shug'ullanib ko'rmoqchimiz. Shu faoliyatni yo'naltirish bo'yicha geldik. Endi o'zimiz ustimizda ishlab ko'rmoqchimiz. Nargul momodan gul ekish, o'rganish, sug'orishlarni, yo'l yo'riqlarini so'rab, o'rganib bilib oldik. Endi xudo xolasa shu yo'nalish bo'yicha ishlab tajribalarimizni ko'ramiz.